Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Moskvada oxirgi 2 haftadan keyin xudo xolisa uyga borish niyatim bor. Taqdir qilgan bo'lsa shu mayda oxirigacha uyda bo'laman. Bu video esdalik uchun qo'yaman. Nasib bo'lsa o'zlaring ko'rib bizda akamizni ustaxonasi havas qilaman shu insonga. Umri uzoq bo'lsin. Shunaqa ishlab chiqarishlar qiladi. Umri uzoq bo'lsin. Juda zo'r. Men o'zim kelib dars olib, gurung qilib ko'p maslahatlar beradi. Mana shu brendi ishlab chiqarishi. Ko'p sohalar o'rgandim shu insondan. Shu harakat qiladi. Menga yoqadigan tomoni hamma narsani nima deydi? Qadriga yetadi-da, vaqtini, ishini, o'zini mana chiroyli sharoit qilib ishlayapti. Men shularga maza qilaman-da. Даже oddiy bir avtomatni ichini ko'rsangiz ham dizayn qilib tashlaganda. Shuning uchun xo'sh, mana meni qilayotgan ishlarimdan bugun sizlarga mana bularni yaltiratib tozalab ishlab chiqarishda. Mana bu holatdan xo'sh, mana shu holatdan mana shunaqa holatdan ko'ynagiday chiroyli holatga olib keltirib keyin kletkalar yasaladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Xudo xolisa uyga borsamki yanada go'zal videolar bo'ladi. Mana shu shunaqa shogirdlar agar ikkita bo'lsa bo'g'ib qo'ysam kerak. Shuning uchun shogirdlar yo'qda. Shuning uchun akalar shunaqa gaplar bizda. Mana shunaqa stollar chiqadi. Kimga video bir manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zlaring bilasizlar nima qilish kerakligini. Mana qarang, go'zallikda hamma yoqda inson nima deydi, bir san'at. Mana shunaqa insonlarning oldida yurishni yaxshi ko'raman, chunki bulardan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi inson. Ko'p mana qiziqishi yaqinda mana apparat olindi. Mana bu olindi. Juda zo'r. Shuning uchun aziz do'stlar, nasib bo'lsa yangi videoni kutinglar. Mumkin uyda bironta sakadiskani razborini qo'yaman. Keyin yana xudo xolisa ko'rib maza qilamiz. Yana gurungda davom ettiramiz qolganini.